Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyasi kartaga tushadigan odamlar bank kartasi bilan bog'liq yangi cheklovlar, blokirovkalar. Naqd pul yechishdagi muammolar va shubhali operatsiyalar sababli duch kelishi mumkin bo'lgan holatlar haqida bilishi shart. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari va ularga yordam berib yuradigan hamma odamga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri pul o'tkazmasi, bitta tushunarsiz kredit arizasi yoki begona odamga berilgan karta ma'lumotlari pensiya pulini vaqtincha to'xtatib qo'yishi, kartani bloklatishi yoki pensionerni ortiqcha ovora qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan yaqinlaringizga albatta yetkazing. Men bu videoda masalani qo'rqitish uchun emas, oddiy odam tushunadigan tilda. Nima o'zgargani, kim ehtiyot bo'lish kerakligi va muammo chiqsa nima qilish kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar kartadan juda oddiy foydalanardi. Pensiya tushadi, bankomatdan yechib olinadi. Do'konda to'lov qilinadi yoki farzandiga pul o'tkaziladi. Banklar ham ko'p hollarda bunday operatsiyalarga chuqur aralashmasdi. Agar karta ishlasa, pul bo'lsa odam bemalol foydalanardi. Lekin oxirgi yillarda bank tizimida nazorat kuchaydi. Bunga bir nechta sabab bor. Birinchi sabab firibgarlik keskin ko'paydi. Ayniqsa pensionerlar telefon orqali aldash, soxta bank xodimi bo'lib qo'ng'iroq qilish, plastik karta kodini so'rash, kredit rasmiylashtirib yuborish kabi holatlarda eng himoyasiz qatlamlardan biri bo'lib qoldi. Firibgarlar ko'pincha shunday deydi: kartangiz blok bo'ladi, pensiyangiz qaytarilib ketadi. Bankdan tekshiruv kelyapti. Sizga kompensatsiya bor, kodni ayting. Oddiy pensioner esa vahimaga tushib, SMS kodini aytib yuborishi mumkin. Ikkinchi sabab, shubhali pul aylanishlariga qarshi nazorat kuchaygan. Bank pensioner kartasiga har oy davlat tomonidan pensiya tushishini biladi. Lekin shu kartadan kutilmaganda juda katta pul o'tishi, kuniga o'nlab odamga pul yuborilishi, noma'lum shaxslardan tez pul kelishi yoki karta go'yoki biznes uchun ishlatilishi bankda savol tug'diradi. Bank bunday holatda darhol bu odam jinoyatchi demaydi, lekin operatsiyani tekshirishi mumkin. Uchinchi sabab, pensioner nomiga rasmiylashtirilgan kartadan aslida boshqa odam foydalanishi holatlari ko'p. Masalan, ona kartani o'g'liga beradi, o'g'li esa u karta orqali savdo qiladi, qarz oladi, pul o'tkazadi. Hatto boshqa odamlarning pullarini ham aylantiradi. Bank hujjatda karta egasi sifatida pensionerni ko'radi. Muammo chiqsa, javobgarlik ham birinchi navbatda karta egasiga keladi. Shuning uchun banklar endi karta egasi kim? Pulni kim ishlatyapti? Operatsiya mantiqlimi? degan savollarga ko'proq e'tibor bermoqda. Eng muhim joyini tushunib olaylik. Banklar pensionerga pensiya olishni taqiqlab qo'ymaydi. Pensiya qonuniy daromad, odamning haqqi. Lekin bank ayrim operatsiyalarni vaqtincha to'xtatishi, kartani xavfsizlik sababli bloklashi, shubhali pul o'tkazmasini ushlab turishi yoki mijozdan qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Odamlar orasida banklar endi pensionerlarga pul yechishni taqiqlabdi degan gap tarqalsa, bu ko'pincha noto'g'ri tushunilgan bo'ladi. Aslida masala butunlay taqiqda emas, nazorat va xavfsizlik choralarida. Masalan, pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U odatda shu pulni bankomatdan yechadi yoki oziq-ovqatga ishlatadi. Bunda muammo bo'lmasligi kerak. Lekin birdan shu kartaga bir kunda 20 million so'm tushsa, keyin u pul uch xil odamga o'tkazilsa, bank tizimi buni noodatiy holat deb ko'rishi mumkin. Chunki pensioner kartasidagi odatiy harakat bilan yangi harakat mos kelmayapti. Yana bir misol, 72 yoshli ota pensiyasini kartaga oladi. O'g'li otasining kartasini olib, internet orqali turli to'lovlar qiladi. Boshqa odamlardan pul qabul qiladi, bozorda savdo uchun ishlatadi. Bir kuni karta bloklanadi. Ota bankka boradi va men faqat pensiyamni olaman. Nega kartam yo'q bo'ldi deydi. Bank esa kartada ko'plab begona operatsiyalar borligini ko'radi. Bu yerda muammo pensionerlikda emas, karta egasi nomidan boshqa odam faol pul aylantirganida. Yana shunday holat ham bo'ladi. Pensionerga telefon qilib, sizning kartangizdan pul yechmoqchi bo'lishdi. Hozir oxir kod keldi. Ayting, biz himoya qilamiz deyshadi. Pensioner kodni aytadi. Firibgarlar kartadan pul yechadi yoki boshqa kartaga o'tkazadi. Pensioner bankka shikoyat qiladi. Bank operatsiya SMS kod bilan tasdiqlanganini ko'radi. Bunday vaziyatlarda pulni qaytarish qiyinlashadi. Shu sababli banklar ayrim xavfli operatsiyalarda qo'shimcha tasdiq
qo'ng'iroq yoki vaqtincha cheklov qo'yishi mumkin. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan, telefon va mobil ilovalardan yaxshi foydalanmaydigan pensionerlarga alohida e'tibor berishni maslahat beraman. Chunki firibgarlar aynan shunday odamlarni ko'proq nishonga oladi. Agar inson SMS kod nima ekanini, PIN kod nima uchun sir saqlanishini, bank xodimi hech qachon parol so'ramasligini bilmasa, u juda tez aldanishi mumkin. Ikkinchi guruh kartasini farzandiga, qarindoshiga yoki qo'shnisiga berib qo'ygan pensionerlar. Men bu yerda farzand yomon niyatda bo'ladi demayapman. Ko'p hollarda farzand yordam bermoqchi bo'ladi. Lekin karta pensioner nomida bo'lsa, undagi barcha harakatlar ham pensioner nomidan ko'rinadi. Agar farzand karta orqali ish haqi olmasa ham, savdo puli aylantirilsa, qarz olsa, boshqa odamlarga pul o'tkazsa, keyin bankda savol tug'ilsa, ota yoki ona izoh berishga majbur bo'ladi. Uchinchi guruh pensiya kartasiga begona odamlardan pul qabul qiladiganlar. Masalan, kartangizga pul tashlab turing. Keyin menga naqd qilib berasiz degan tanishlar bo'lishi mumkin. Bu juda xavfli. Chunki siz pulning qayerdan kelganini bilmaysiz. Agar bu pul firibgarlikdan, noqonuniy savdodan yoki boshqa shubhali manbadan kelgan bo'lsa, bank operatsiyani tekshiradi. Karta egasi sifatida esa siz tushuntirish berasiz. 4-guruh kredit va mikroqarz takliflariga ishongan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensioner nomiga kredit olib, oylik to'lovini o'zim to'layman deydi. Lekin hujjatda qarz oluvchi pensioner bo'ladi. Keyin to'lov qilinmasa, bank pensiyasidan ushlab qolish masalalarini ko'tarishi yoki qarzdorlik bo'yicha talab qo'yishi mumkin. Shuning uchun hech kim uchun o'z nomingizga kredit olmang. Hatto u odam yaqin qarindosh bo'lsa ham, avval yaxshilab o'ylang. Agar siz pensiyangizni odatdagidek kartaga olsangiz, do'konda to'lov qilsangiz, bankomatdan o'zingiz uchun pul yechsangiz, kommunal to'lovlarni to'lasangiz, farzandingizga vaqti bilan tushunarli miqdorda pul yuborsangiz, bundan vahima qilishga asos yo'q. Banklar oddiy, mantiqli va qonuniy operatsiyalarni taqiqlab qo'ymaydi. Masalan, har oy 20.500.000 so'm pensiya tushdi. Siz 800.000 so'mini bankomatdan oldingiz. 300.000 so'miga dorixona va oziq-ovqat oldingiz. 200.000 so'mini elektr va gazga to'ladingiz. Qolganini kartada qoldirdingiz. Bu oddiy hayotiy holat. Bunday operatsiyada shubhali narsa yo'q. Yoki pensioner farzandiga har oy 300.000 yoki 500.000 so'm yordam yuboradi. Agar bu odatiy, tushunarli va kichik miqdor bo'lsa, odatda muammo tug'dirmaydi. Muammo pul aylanishi pensionerning odatiy daromadi va hayot tarziga umuman mos kelmay qolganda boshlanadi. Yana bir holat. Pensioner bank ilovasidan foydalanmaydi. Faqat bankomatdan pul yechadi. Bu ham normal. Lekin bankomatda begona odamdan yordam so'rash xavfli. Chunki u odam kartani almashtirib qo'yishi, PIN kodni ko'rib olishi yoki men yordam beraman deb noto'g'ri tugmani bosishi mumkin. Shuning uchun bankomatdan foydalanishda faqat ishonchli yaqin odam yoki bank xodimi yordam bersin. Birinchi misol. 6-9 yoshli ayol har oy 20.100.000 so'm pensiya oladi. U kartasini nabirasiga berib qo'ygan. Nabira internet orqali turli mahsulotlar sotadi va bu kartaga bir oyda 35 million so'm pul qabul qiladi. Keyin mijozlarga qaytarimlar, to'lovlar yetkazib beruvchilarga o'tkazmalar qiladi. Bir kuni karta bloklanadi. Ayol bankka boradi, lekin operatsiyalarni tushuntirib bera olmaydi. Bank hujjat so'raydi. Bu pullar nima uchun kelgan? Qaysi shartnoma asosida? Qanday savdo bo'lgan? Ayolda javob yo'q. Mana shu ola pensionerning oddiy pensiyasiga emas, karta orqali biznes aylantirilganiga bog'liq muammo. Ikkinchi misol. 75 yoshli otaga qo'ng'iroq qilishadi. Bank xavfsizlik bo'limidanmiz. Kartangizdan 2 million so'm yechilmoqchi. Hozir sizga kod boradi. Ayting, operatsiyani bekor qilamiz deyishadi. Ota vahimaga tushadi va kodni aytadi. Aslida kod pul o'tkazmasini tasdiqlash uchun kelgan bo'ladi. Firibgarlar 2 million so'mni olib ketadi. Keyin ota bankka boradi. Bank operatsiya kod bilan tasdiqlangan deydi. Shuning uchun men doim aytaman, SMS kod, PIN kod, ilova paroli, karta raqami va amal qilish muddati bilan bog'liq ma'lumotlarni hech kimga aytmang. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi desa ham ishonmang. Uchinchi misol. Pensioner tanishiga yordam qilmoqchi bo'ladi. Tanishi kartangizga 5 million so'm tushadi. Siz menga naqd qilib berasiz. Men bankka borishga ulgurmayapman deydi. Pul tushadi. Pensioner yechib beradi. Bir haftadan keyin bankdan qo'ng'iroq bo'ladi yoki karta cheklanadi.
Chunki pul boshqa bir odamning firibgarlik orqali yo'qotgan mablag'i bo'lishi mumkin. Pensioner men bilmaganman desa ham karta uning nomida. Shuning uchun begona yoki tushunarsiz pulni kartangizga qabul qilmang. 4-misol. Yetim yoshli pensionerga sizga davlatdan yordam puli chiqdi. Ro'yxatdan o'ting degan havola yuboriladi. U havolani bosadi, karta ma'lumotlarini kiritadi. Keyin kartadan pul yechiladi. Bu juda keng tarqalgan usul. Davlat idoralari va banklar yordam pulini olish uchun sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat bankning rasmiy raqami, rasmiy ilovasi, mahalla, pensiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tekshiring. Ba'zi holatlarda pensionerning kartasida katta pul harakati bo'lishi tabiiy. Masalan, u uyini sotgan bo'lishi mumkin. Farzandi chet eldan pul yuborgan bo'lishi mumkin. Meros puli tushgan bo'lishi mumkin. To'y yoki davolanish uchun qarindoshlar yordam bergan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar taqiqlangan emas. Lekin hujjat va tushuntirish bo'lsa, muammo ancha oson hal bo'ladi. Masalan, farzandingiz sizga 2 million so'm davolanish uchun yubordi. Bank savol bersa, siz bu o'g'limdan davolanish uchun yordam deb tushuntirasiz. Agar shifoxona shartnomasi, davolanish xarajatlari pul yuborgan odam bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'lsa, masala tezroq yechiladi. Bank har doim ham hujjat talab qilmaydi, lekin shubhali holatda so'rashi mumkin. Yana bir istisno, pensioner kichik tadbirkor bo'lishi mumkin. Pensiya oladi, lekin shu bilan birga qonuniy faoliyat yuritadi. Bunday odam alohida hisob raqam, tadbirkorlik kartasi yoki rasmiy tushum yo'lidan foydalanish kerak. Shaxsiy pensiya kartasini biznes uchun ishlatish keyinchalik noqulaylik keltiradi. Chunki bank shaxsiy ehtiyoj uchun berilgan kartada tadbirkorlikka o'xshash pul aylanishini ko'rsa savol berishi tabiiy. Yana bir nozik masala. Karta bloklanishi pensiya to'xtadi degani emas. Ko'p odamlar shuni chalkashtiradi. Agar karta xavfsizlik sababli bloklansa, pensiya mablag'i yo'qolib ketmaydi. Odatda bankka murojaat qilib, shaxsni tasdiqlab, yangi karta ochish yoki cheklovni yechish mumkin. Lekin buning uchun vaqt, hujjat va ba'zan yozma ariza kerak bo'ladi. Shuning uchun muammoni oldindan olish ancha oson. Eng katta xavf pensionerning o'z kartasini oddiy buyum deb ko'rishidir. Karta oddiy plastik emas, u bank hisobiga kirish kaliti. Kartani berish, PIN kodni aytish yoki SMS kodni boshqaga berish xuddi hamyoningizni kaliti bilan begona odamga berishga o'xshaydi. Ikkinchi xavf mobil telefon raqami. Ko'p pensionerlar eski raqamdan foydalanadi yoki raqam farzandi nomida bo'ladi. Bank kartasi bog'langan telefon raqami kimning qo'lida bo'lsa, u ko'p operatsiyalarni nazorat qilishi mumkin. Agar raqam yo'qolsa, boshqa odamga o'tib ketsa yoki telefon begona qo'lga tushsa, kartadagi pul xavf ostida qoladi. Shuning uchun bankka bog'langan telefon raqami faol, ishlaydigan va ishonchli nazoratda bo'lishi kerak. Uchinchi xavf kredit tarixiga e'tibor bermaslik. Ba'zan pensioner o'z nomiga kredit olinganini kech biladi. Firibgarlar yoki yaqin odamlar hujjat va telefon orqali ariza yuborgan bo'lishi mumkin. Agar sizga bankdan kredit bo'yicha SMS kelsa, men tushunmadim deb o'tkazib yubormang. Darhol bankka boring yoki rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. 4-xavf tez yordam puli. Kompensatsiya, pensiyaga qo'shimcha to'lov degan xabarlar. Bunday xabarlar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda yoki messenjerlarda tarqaladi. Ular odamni havolaga bosishga majbur qiladi. Men tavsiya qilaman, pensionerning telefonida notanish havollarni ochmaslik odatga aylansin. Haqiqiy davlat to'lovi hech qachon maxfiy kodni so'rash orqali berilmaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, kartangizni va PIN kodingizni hech kimga bermang. Farzandingiz yordam berish kerak bo'lsa, bankka birga boring. Maslahat oling, qo'shimcha karta, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik tartibini so'rang. Karta egasiz bo'lsangiz, karta doim sizning nazoratingizda bo'lsin. Ikkinchi qadam, SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi ham, mahalla vakili ham, prokuratura yoki militsiya nomidan qo'ng'iroq qilgan odam ham sizdan SMS kod so'rashi kerak emas. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki, bu juda katta xavf belgisi. Qo'ng'iroqni uzing va bankning karta orqasida yozilgan yoki rasmiy saytdagi raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 3-qadam, kartangizga begona pul qabul qilmang. Agar kimdir kartangizdan foydalanib turay, menga pul tushsin, siz olib bering, mening kartam ishlamayapti desa, rad eting. Bu noqulay bo'lishi mumkin, lekin keyingi muammodan sizni asraydi. Yordam bermoqchi bo'lsangiz, odamga bankka borishni maslahat bering.
To'rtinchi qadam. Pensiya kartangizni biznes, savdo, qarz aylantirish uchun ishlatmang. Agar siz yoki oila a'zongiz savdo qilsa, rasmiy tartibda alohida hisob ochsin. Shaxsiy pensiya kartasini har xil tushumlar uchun ishlatish keyinchalik bank savollariga sabab bo'ladi. 5-qadam. Agar karta bloklansa, vahimaga tushmang. Avval bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin filialga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqamingiz, pensiya tushumlari haqida ma'lumot bo'lsa, ularni olib boring. Bankdan aniq so'rang. Karta nima sababdan cheklangan? Cheklovni yechish uchun qanday hujjat kerak? Ariza yozish kerakmi? Yangi karta ochish mumkinmi? 6-qadam, bankka yozma ariza qoldiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada ism familiyangizni, pasport ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni, karta raqamingizning oxirgi 4 raqamini, muammo sanasini va talabingizni yozing. Masalan, kartamdagi cheklov sababini tushuntirib berishingizni va qonuniy pensiya mablag'imdan foydalanish imkoniyatini tiklashingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizangizga kirim raqami qo'yilganini tekshiring. 7-qadam. Firibgarlik bo'lsa, vaqtni boy bermang. Agar kartangizdan pul ketganini ko'rsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin bank filialiga boring va yozma da'vo qoldiring. Agar aldov, soxta qo'ng'iroq yoki havola orqali pul yechilgan bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham murojaat qiling. Qo'lingizdagi SMS qo'ng'iroq raqami, havola yozishmalarini o'chirib yubormang. Bular dalil bo'lishi mumkin. 8-qadam. Telefoningizni himoyalang. Telefoningizga oddiy bo'lsa ham parol qo'ying. Bank ilovasiga kirish parolini hech kimga aytmang. Notanish ilovalarni o'rnatmang. Kimdir telefoningizga mana bu dasturni o'rnating, men yordam beraman desa, rozi bo'lmang. Ayrim dasturlar telefonni masofadan boshqarishga imkon beradi va bu orqali firibgarlar bank ilovasiga kirishi mumkin. 9-qadam. Pensiya tushganini tekshirishni tartibga soling. Har oy pensiya tushganida balansni bankomat, rasmiy ilova yoki SMS xabarnoma orqali tekshiring. Agar tushum odatdagidan kam bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Ba'zan kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Buni bankdan, pensiya bo'limidan yoki tegishli tashkilotdan bilish kerak. 10-qadam. Yaqinlaringiz bilan oldindan kelishib oling. Pensionni ota-onaga shunday qoidalarni tushuntiring. Notanish odam qo'ng'iroq qilsa, hech qanday kod aytilmaydi. Pul so'rasa, darhol farzandiga qo'ng'iroq qiladi, hozir zudlik bilan desa ham shoshilmaydi. Bank muammosi bo'lsa, faqat rasmiy bankka murojaat qiladi. Bu oddiy qoidalar ko'p pulni saqlab qolishi mumkin. Agar bank operatsiyani tekshirsa yoki kartani vaqtincha cheklasa, odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta bo'lishi mumkin. Kartaga o'zi borish eng to'g'ri yo'l. Agar pensioner yura olmasa yoki sog'ligi sabab bo'lmasa, bankdan masofaviy tartib ishonchnoma yoki vakil orqali murojaat qilish imkoniyatini so'rash kerak. Agar katta pul tushumi bo'lgan bo'lsa, pul manbasini tushuntiradigan hujjat foydali bo'ladi. Masalan, uy sotilgan bo'lsa, oldi-sotdi shartnomasi. Meros bo'lsa, meros hujjati. Farzanddan yordam bo'lsa, pul yuborgan shaxs ma'lumoti. Davolanish uchun bo'lsa, klinika shartnomasi yoki hisob faktura. Qarz qaytarilgan bo'lsa, yozma, tilxat yoki kelishuv. Hamma holatda ham bank bir xil hujjat so'ramaydi. Lekin sizda tushuntirish bo'lsa, masala osonlashadi. Agar karta orqali firibgarlik bo'lgan bo'lsa, ariza, SMS xabarlari, qo'ng'iroq raqamlari, bank operatsiya tarixi, pul qaysi kartaga ketgani haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. Bankdan operatsiya tafsilotlarini so'rang. Huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilganda ham aynan shu dalillar kerak bo'ladi. Bankka borganingizda hissiyot bilan emas, aniq savol bilan gaplashing. Nega pulimni bermayapsizlar deyish o'rniga, kartamdagi cheklovning aniq sababi nima? Uni yechish tartibi qanday? Menga yozma javob bera olasizmi deb so'rang. Bu usul tezroq natija beradi. Agar xodim og'zaki tushuntirib, lekin muammo hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. Unda qabul qilingan sana va raqam bo'lsin. Agar bank javobi sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Lekin avval bankning o'zida masalani hujjat bilan rasmiylashtirish kerak. Yana bir muhim maslahat, hech qachon bank xodimiga ham PIN kodini aytmang. Haqiqiy bank xodimi sizdan PIN kod so'ramaydi. U sizdan pasport, karta, telefon raqami yoki ariza so'rashi mumkin, lekin maxfiy kodni emas. Agar xodimga o'xshagan odam kod so'rasa, bu shubhali holat.
Men bu qoidalarni har bir pensioner yodlab olishni xohlayman. Birinchisi, karta mening nomimda bo'lsa. Javobgarlik ham menga tegishli. Ikkinchisi, SMS kodini hech kimga aytmayman. Uchinchisi, notanish havolani bosmayman. To'rtinchisi, begona pulni kartamga qabul qilmayman. Beshinchisi, muammo bo'lsa, faqat bankning rasmiy raqamiga yoki filialiga murojaat qilaman. Bu qoidalar oddiy ko'rinadi, lekin amalda juda katta ahamiyatga ega. Chunki firibgarlar ko'pincha murakkab texnika bilan emas, odamning ishonchi va shoshqaloqligidan foydalanadi. Ular tezroq ayting, hozir bo'lmasa kech bo'ladi, kartangiz yopiladi, pensiyangiz kuyadi deb bosim qiladi. Haqiqiy bank esa sizni bunday vahimaga solib, maxfiy kod so'ramaydi. Agar sizning ota-onangiz yoki buyingiz, bobongiz pensiyani kartaga olsa, ularga shunchaki ehtiyot bo'ling deyish yetarli emas, amalda yordam bering. Telefonida bank SMS xabarnomasi ishlayaptimi? Raqami o'zida bormi? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodni qog'ozga yozib hamyonda olib yurmayaptimi? Shularni tekshiring. Ularning telefoniga notanish ilovalar o'rnatilmaganini ko'ring. Messenjerlarda kelgan shubhali xabarlarni tushuntiring. Sizga pul chiqdi, kompensatsiya oling. Pensiya oshdi, ro'yxatdan o'ting degan havolalar xavfli bo'lishi mumkinligini ayting. Eng muhimi, ular biror qo'ng'iroqdan qo'rqib qolsa, darhol sizga aytadigan bo'lsin. Agar siz ota-onangizning pul ishlariga yordam bersangiz, buni tartibli qiling. Ularning kartasini olib, o'zingizning shaxsiy xarajatlaringiz uchun ishlatmang. Har oy pensiya tushganda qancha tushdi, qancha yechildi, nima to'landi, barchasini ochiq tushuntiring. Bu nafaqat bank muammosining oldini oladi, balki oila ichidagi ishonchni ham saqlaydi. Demak, asosiy gap shuki, banklar pensionerlarga pensiya olishni butunlay taqiqlab qo'ygani yo'q. Lekin kartalar bo'yicha nazorat kuchaygan, shubhali operatsiyalar, firibgarlik xavfi, begona pul aylanishi va karta egasidan boshqa odam foydalanishi jiddiy muammoga aylangan. Shuning uchun pensiyasi kartaga tushadigan har bir odam o'z kartasini, SMS kodini, telefon raqamini va pul tushumlarini juda ehtiyot qilishi kerak. Agar siz oddiy tartibda pensiyangizni olib, o'zingizning ehtiyojingiz uchun ishlatayotgan bo'lsangiz, qo'rqishga hojat yo'q. Lekin kartangizdan boshqa odamlar foydalansa, kartangizga begona pullar tushsa, telefon orqali kod so'rashsa yoki shubhali havolalar kelsa, darhol to'xtang va tekshiring. Bitta ehtiyotsizlik butun pensiya pulini xavf ostida qoldirishi mumkin. Bu mavzu bo'yicha sizda ham tajriba bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Kartangiz bloklanganmi? Bankdan qanday tushuntirish berishgan? Firibgarlarga duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki kimdir shu videoni ko'rib, kartasini, pensiyasini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.